Hammanglar hayot ayomingiz muborak bo'lsin. Hammanglar chin qalbimdan tabriklayman. Xohlisi ertalabdan fermalarga tushib oldi. Ertalabdan xizmatimiz bor edi. Xohlisi bugun 4-5 zakasimiz bor. Xohlisi tokamizni 3 ta qo'y zakas qilganlar. Hozir 3 ta qo'yimizni olib chiqamiz. Keyin tokamiz telefon qilganlar. Xohlisi har xil qo'ylarimizdan bor. Bu yerda ham xohlisi qo'ralarimizni to'ldirib qo'yganmiz. Inshaalloh kelaverasizlar. Hop, kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'ladigan bo'lsa, sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar, xudo xolisi ishlarni sifatli qilib bitirib beramiz. Keyin bu yerda tashqarida ham qo'ylarimiz bor, xudo xolisi. Assortimentimiz juda ko'p. Kelib bemalol tanlab, o'zingiz yoqqanini tanlab olsanglar ham bo'ladi, akalar. Xudo xolisi 30 kilodan boshlanadi. Bu yog'i o'zingizlar xohishingizga ko'ra, xudo xolisi qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiraman. Bemalol qiyish qilsanglar, ishlarni sifatli qilib bitirib beramiz. Hammanglarga rahmat.